Hayotda motivatsiya yo'qolib qolganda nima qilish kerak? Mani motivatsiya boshqarmaydi. Mani disiplina boshqaradi. Motivatsiya bu 5 kunlik yoki 3 kunlik narsa. Siz maqsadni qo'yasiz, shu maqsadga olib boruvchi yo'lni yozib chiqasiz. Agar bittasi o'xshamasa, ikkinchisi bor. Ikkinchisi o'xshamasa, uchinchisi. Siz yo'lni o'zgartirasiz, lekin maqsadni emas. Maqsadga bormagungacha men o'lishga ham haqqim yo'q. Cho'kib ketayotgan joyimda ham tirilib chiqaman. Chunki menda maqsadim bor. O'sha maqsadimni g'ajib ushlab qo'limga olmagunimgacha taslim bo'lish yo'q. O'shaning uchun motivatsiya yoki qayerdandir menga energiya kelishi, kuch kelishi kerak emas. Chunki hammasi mening ichimda. Men o'sha maqsadni qo'ydimmi, unga yetib boraman. Qaysidir qiz menga yo'qdi uylanmoqchimanmi? Hech qanaqa pregrada yo'q. O'shanga uylanaman. Men mashhur bo'lmoqchimanmi? Hech qanaqa pregrada yo'q. Men mashhur bo'laman. Men millioner bo'lmoqchiman. Men bo'laman. Chunki men bekordan bekor bo'lishni xohlamayman. Qalbimga solgan, harakat qilaman va menga beradi.